Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar. Darvozaxona qismimizni boshlaganmiz. Shunaqa to'qib boshlab oldik. Mana 2026-yilda imkon darajada Akfix klientdan qochmoqchimiz. O'zlarini chiroyli qilib keltirib. Yerda yotib turganda avvaloriga olma, tepaga qo'yilgandan keyin qimmatlayapti mosta, bilib qo'ying. Mashq holatda qilib kesib internetdan ko'rib biz ham internetdan o'g'irlab degandek o'zimiz ustimizda ishlab oldik. Qatirib zaklovka qilib omborda o'zlar baho berishlarmikan. Bitta Akfix ishlatmayapmiz. Bolalar usta endi Akfix ishlatmaymiz-a? 226. Ha, 226. Imkon darajada.